Assalamu alaykum. Dünyanın hər qaysı joylarında yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyğur Hərəkəti Təşkilatının Bilim Kuch Qararlıq Tor söhbətinin 10-cu qatımlıq söhbətiga xoş gəldinglar. Mən Mükarram Qurban, avval həmminglarga chin yurakdan salam yollayman. Bugünkü proqramımızda Fransiyada yaşayotgan ilmiy tədqiqatçı Dilnur Reyhan biz bilan birga. Hörmətli Dilnur Reyhan xanım, bugünkü söhbətimizə xoş gəldiniz. Rəhmət, xoş olduq. Siz özünüzü qısaca bir tanıştırgan bolsanız, sizni Dilnur Reyhan deb tanıp kelyapmiz Facebook'larda. Mənim ismim Dilnur Reyhan, to'liq ismim. Şu Fransiyaga o'qishga kelgan. Kelganimga shu yilning oxiriga 16 yil bo'ldi. O'zim sosiologiya, jamiyatshunoslik doktori. Endi shu bir necha yildan beri Fransiya Sharqshunoslik institutida Uyg'ur tili darsi beraman. Undan boshqa hozir Belgiya Erkin universitetiniki doktoraştı tədqiqatçısı. Şunun bilan mühimi Avropa Uyğur İnstitutununki rəisi. Siz Fransiyaya kelgan şu yıllardan beri özünüz tədqiqat işləriniz və siz degan şug'ullanish bilan natija qozonish bilan birga bularni yaqinqi vaqtda da'vodimi ijtimoiy axborotlarda nayt ko'p tirishdingiz da'volarimizni anglatish uchun. Fransiyadagi bir muhim davlatda turish sifatingiz bilan fransuzchadagi puxtaligingiz ham ingliz tilidagi ortiqchiligingiz bilan da'voda ko'rinarli bir rol o'ynab kelyapsiz. Mening esimda bo'lmish bir ovoz bir qadam hareketimizde 2018 3. ay 15. gündeki şu çağdım siz yazıdığan baş tıllar yazıdığan hatta Belgiyadaki qaysı til bilmedim şu tıllardan o tercüme kılınışı yazılışı hemmesi yardımcı olgandınız. Bu şu sizni bu şu bütün qilgan ishlaringizdan tadqiqot ishlaringiz, da'vo ishlaringiz shu to'g'ri biz bilan ozroq bir bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Amaliyotda men Fransiyaga kelgandan beri ben Fransa'ya jurnalist bo'laman deb kelgandim asli. Men 20-21 yoshlarda kelgan. Jurnalist bo'laman, vatanning ahvolini, Uyg'urlarning ahvolini fransuzlarga tanıtaman deb kelgandim. Shu maqsadda kelganman asli. Shu kelib tilni jenim chiqchi tilni darhol o'rganishga tirishganligim shu. Onun kendinden bir mezgil ixtiyar muxbir olup Fransiyadaki bazı jurnallarda işlep baktım. Ama o elbette mening o yaş 20 yaşta kelip o'ylaganimdek olmaydigan, albatta jurnalist qilish herkes o'zimizning qo'lidagi ish emaskan, bu boshliqlarga qanday deyman tayyorlab bersa sizni shu yerga evet ekan. Shuningga men undan qo'l uzib, shu vaqtda ham o'qiyotgan kasbim ben communication yani uçur alaq o'qigan. Çünkü ishkirda men shuni o'qigandim. Şunun oxirini magistrlik o'qib, undan keyin shu ixtiyor muxbirlik qilgan bir mezgil ba'zi gazetlarga. Undan keyin shuningga uyerdan communication o'qib bo'lgandan keyin Fransiyaningki dunyoda bir nimasi bor, ikkinchi o'rindagi communication shirkati Publicis deb. Şu şirkette işledim kadro olup, şu şirkette bir yıl işleptim ben. Onun keyin lekin ben büyügemde başka sebeplerim var, lekin onun keyin ben bu Fransiyaya pul tepiş için gelmegendikin bir şirkette işlep. Şuna yanıla bir nas kamptemende. Şunun keyin qarab jamiyatşunoslik, yani jamiyatşunoslikniki bo'lapmi bu köşmellik ya siyasi ve köşmellik jamiyatşunoslikni kitaptım. Şunun bilan o'ylaganimda men mening qildiganim masala shu deb, şunun bilan shu jamiyatşunoslik o'qidim ondan. Onun keyin uni bitirib ondan doktorlikni shu paytda doktorlikni shu 3 yil oldu tugatgan hozir. Endi bu jarayonlarda amaliyotda men onun keyin da'vo amaliyotda men asl shu niyatda kelgan bo'lgandan keyin Fransiyaga. Elbette o nayt tabii halde dava minik hayatımdan bir kısmı azaldı. 20 yaşımda gelgenimden beri ameliyatta. Lekin faqatla o'xshamaydigan yeri hozirgi bilan. Men kelganimdan beri davani men madaniyatimizni qo'g'dash, tilimiz, madaniyatimizni mushularga ko'rsatish, bizning qanday bir isil bir madaniyatga ega millat ekanligimizni ko'rsatish. Mushu bo'lgan asosiy jihatdan.
Onun şuna biz keyin onun keyin men 2009-yılı bir qancha Uyg'ur va fransuz bolalar bilan birlashib o'qishlar uyushmasi qurdik. Shuning 10 yil jarayonida har yili fransuz universitetlarida biz Uyg'ur madaniyat festivali o'tkazdik. U madaniyat festivalida men keyin yana fransuz Uyg'urshunoslarni taklif qilib 2 kun uda Uyg'urshunoslik yig'inlari uningda zerikib qahlar zerikib qolmasin deb madaniyatimizni ko'rsatib shunday shaklda deb bordik. 10 yillashda qildik. Şuna dava ezelden babıp geldi hem de. Hem de hazır okşumaydıgan yeri ama lagerlar çıkandan keyin bolsa bekrek hem de mundaq bir ihtiyaç doğuldu Fransiyada. Çünkü Fransiya'dan birge mümküneden burunqi vaqtlarda mening undaq dağlıq Fransiyanın dağlıq medialarda avaz elib, yer elib tushundirgudek birga salohiyat masalasi bor. U chog'larda men faqat magistr o'quvchisi fransuzcha hozirgidek yaxshi holatda bu qadar yaxshi holatda emas. Gerçi hozirmi yana davomli tirishib to'g'ri kelsinmi. Onun keyin birga salohiyat masalasi, yana birisiga Fransiyaningki bo'libmi elitleri bu nimalar nayti hakavur. Salohiyatga intayin diqqat qiladi. Shunga u albatta magistr o'quvchisini ko'zga ilibmi qo'ymaydi endi. Onun birga bu masala var. Şuna maqala e'lon qilish deganlarni men faqat maqolalarimni doktorlik chiqqandan tortib e'lon qilishga boshladim maqolalarni fransuzcha. Onun keyin yana birisiga yana bir o'zgarish bo'lsa, men birga doktor oldum. Salohiyatim o'xshamaydi birga. Onun keyin meniki ifodalash, yozish qobiliyatim o'xshamaydi burunqiga. Albatta, yillar bo'yicha yaxshi bo'lib qolmadigan gap. Onun yana intayin muhim bir sebep Fransiyada Uyg'urshunos asosiyatdan yo'q. Sapla Jongoshunoslar, Xitoyshunoslar. Bu Xitoyshunoslar onun keyin Uyg'urshunos bo'lmagandan keyin Uyg'ur haqida bir ish bo'lsalar, bir gap bo'lsalar, radio, televizorlarda mushular. O'zingiz bilgandek, xalqning ishi to'mizni qo'l to'ngdiribdi degan gap bor. Bu o'zimizning ishini boshqalar hargiz bizdek anglatamaydi. Her qancha yaxshi niyatli bo'lib ketdi degan taqdirdami. Men davomli har bir qitim Uyg'urlar haqida bu Xitoyshunoslar Uyg'urlar haqida radioda, televiziyada so'z olgan chog'da terkib o'g'lab qolardim. Chunki uning keyin bizdek qilolmaydi. Ya'ni bizning o'ylaganimizdek. Shuning uchun ham shunga uning keyin ovozni anglatish uchun cho'qim tilni mukammal shaklda mushlarning ko'z oldiga tikilib qarayolig'idek Malanınki közge ilmaslıqqa yer bermegidek bir daraja kelish kerak endi. Onunga vaqt ketib bizga o'xshash 20 yoshda kelib bu yerga kelib til o'rganganlarga. Shunga bu jarayon bor, shu bir necha xil shaklda endi shunga nima bu nagir chiqqandan beri ahvolninki meningki da'voga safarbar qilishim va da'voda bo'lishimninki faqat shakli o'zgardi. Burun hamdan keyin o'quvchi bo'lganligim sifatida o'quvchilar uyushmasi bilan Uyg'ur masalasini Uyg'urshunoslik yig'inlari va Uyg'ur madaniyat faoliyatlari orqali maktablarda, oliy maktablarda qilib kelgan bo'lsak, men lager chiqqandan beri birga men doktorligimni tugatdim. 2017-yil tugatdim men doktorligimni, lager chiqqan mezgillarda. Onun keyinidan yana birisiga fransuzcha nimalar to'liq yozish jarayonida yoziqchiligim yaxshi. Fransuzcha aslida men Uyg'urchada yoziqchiligim intayin yaxshi bo'lg'achqa nima ana tilimda. Men fransuz tilida yozishim unda qiyinga to'xtamadim-da. Faqat lekin hamda fransuz tilida boshqa tillarga qaragan chog'da nima bilan adabiy til bilan odatdagi tilning farqi intayin zo'r. Şuna onun keyin işte şu anda şekli o'zgardi. Şu 2017-yildan beri men bekrek nima cho'ng gazetlarda yoki bo'lmasa cho'ng jurnallarda maqola e'lon qilish Uyg'ur masalasi haqida, uning keyinidan radio televiziyalarda bevosita boshda uning keyin televiziyaga chiqishni xohlamadim 2000 yil oxiri qadar. Lekin uning keyin ovoz nima yuzimni chiqarmay davomli qilib turdim. Radyoda beriverdim. Lekin o mening ovozimdan ham dunyoning nerede olsa har qanday odam meniki bir qitim ko'rgan bu og'lagan bo'lsa meni tanib oladi ekan.
Şunun bilan bultur yillardan beri televiziyaga chiqishga majbur bo'ldim. Birga ahvol, Uyg'urlarning ahvoli hamda men yana nima qilishga chidab turaman birga. Anda yana birisiga hech o'rinmi qolmadi. Chunki mening ovozimni yillardan beri hammadan to'nib ketganligi uchun uning o'rnim yo'q. Undan keyin yana birisiga men maqolalarimda Dilnur Rayhon deb ochiq qashqar, hamma nima deb ochiq qashqar ishiltaman. Hamma yerda ochiq qashqar bo'lgandan keyin baribir o'rni yo'q. Shuning uchun uning ustiga yana abiyam degandek televiziyada men chiqmasam yana shu nima Xitoy shunaslar biz uchun gap qiladi. Ularninki deydigini xuddi o'zinglar biladigandek birinchi bo'lib kaplab qo'ydigini Uyg'urlar 2013-2014-yillarda bir qancha qitim terrorist nimalarni qilgan bo'g'ashqa deb shunda boshlaydi. Ya'ni chunki o'zimizning u xalqning ishida u. Xalqning ishi tomizda qo'ldan turdi. O'zingizga olmasangiz ashunda bo'ladigan gap. Shunga keyindan axir bo'lmadi. Men chiqmasam, ashunda qilib televizorga nima qildigan bo'ldim. Shunga bakrak hamdaylik sizlarning ko'zinglarga bakrak chilqib ketganlik shu yerda hamdaylik televizorga chiqish ayrim bo'lgan ekan. Boshqalarga Fransiyada shunday ham deb faqat Uyg'urlarda emas. Shu jarayon hamda uzunroq bo'lib ketgan bo'lsa kechirsiz gapim. Yoshlarga sizning mushuni anlaganki yoshlarni cho'qimlaydi, qiziqadi, o'ylaydi, men bunday qilsam bo'ldi. Siz mushu o'zingizning bilimlaringiz bilan mush qilayotgan ishlaringizda paketni, dalilni so'zlab tursiz, biz mushuna bir millat deb. Ham o'zingizning tadqiqot ishlari hammasiga moslashtirib qilsiz. Siz mushu jarayon bizning xonim qizlarimizga, yoshlarimizga qilgan bir tavsiyalaringiz bormi? Yaxshi o'qish, o'qiganki kasblaringiz bilan birlashtirib shunda da'vo anglatish deganda qaysi yerlarga diqqat qilib qandaq bir yo'lda maqsa bo'ldi yoshlarimiz. Bunun bir qancha masala bor. Ya'ni mayli qaysi kasbda o'qiylik. Menimcha bo'lgan chog'da mayli qaysi kasbimizning nima bo'lishidan qat'iy nazar, hammasilar bizning kimligimizga chetildi. Yig'ib etib kelgan chog'da. Uyg'urlarning aloqasiz xizmat qilayotgan bo'lganlarning chunki hammamizningki yiltizimiz shu yerda bo'lganligi uchun hozir bo'layotgan ishlar shundoq bir xalqimiz butun bir xalq, butun bir nima bo'lish millat bo'lish sifati bilan yo'qolish girdobiga berib qilayotgan vaqtda xizmatim moddiy men mana bilan aldirashdim va yoki bo'lmasa xizmatimning aloqasi yo'q deb mendaq degan sabab bo'lolmaydi. Men o'tganda nima Erkin Osiyoga deganimdimi nurg'un yaxshi odamlar bor oramizda. Intayin kasb topishgan odamlar va biz yo taniymiz yo tanimaymiz. Intayin yaxshi odamlar bor oramizda. Hamda gerçek ko'p nachar odamlarni ko'p ko'rsakmi. Lekin siz har qancha yaxshi bo'lib ketsangizmi, agar vatan millat uchun ko'zingizni yumib bilib o'zingizningki hayotingizni, bolangizni beqish, xizmatingizni qilish, uyingizni beqish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsangiz, siz butun odam emas. Yani siz yerim odam, yani umr bo'yi yerim qolasiz. Yani bu shundoq millatimiz butun millat bo'yicha yo'qolib ketishsa, siz shu ish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsangiz. Shunga keyin mening deydiganim yana shu mayli yosh qeri bo'lsin, chunki bu yosh qeriga boqmaydi bu ish. Hamma odamningki bir mas'uliyati bor ustida. Bo'libmi yosh cho'nglarningki texim shundoq, chunki ular ashyo tug'ilib cho'ng bo'lgan. Hamda qo'yliq bir yer tug'ilib cho'ng bo'lganlar bolalar texi kichik hozir. Shunga hammamizning ustimizda bir mas'uliyatimiz bor. Inson bo'lish, Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan. Uyg'ur bo'lishdan qutulolmaymiz hech qaysimiz. Undan keyin ham shunda bo'lganligimiz uchun cho'qim vaqtingizningki zo'r bir qismini berishingiz kerak hozir. Burun bermagan bo'lsangiz hech vaqasi yo'q bo'pti. Ammo hozir keyin beraman deyish yo'q gap. Keyin millatimiz yo'qolib ketsa sizning xatoligingiz bor ichida. Shunga cho'qim vaqtingizni bering va vaqtingizning cho'qim muhim bir qismini bering. Har qancha xizmatingiz bo'lsin. Endi oilada ikki odam bo'lsanglar, bir-biringlar bilan tanishaylaysizlar. Birsinglar ko'proq, birsinglar ozroq vaqt berganga. Bu birsi, hamda bu yoshga bog'liq emas, hamma odamga bog'liq ish. Ikkinchi narsa bo'lsa, undan keyin bu mayli yosh bo'lsin, yana deydiganim hamma odamga til. Davomli men Fransiyaga kelgandan beri tilim og'zim qurib ketdi, gelim qurib ketdi, tilim lavlarim qurib ketdi, to'la deb til o'rganinglar.
Til öğrenmese, xalqning davlatida yaşavatımız. Xalqning davlatida yaşavatımız. Bu yerning tilini öğreniş bu bir haq. Xalqning haqqini yevatımız biz. Çünkü xalqning davlatida yaşavatımız biz. Bizning yerimiz emas bu. Yaşavatgan yerimiz. Har qancha boj to'layapman, ba'zilar deb ketadi, boj to'layapman. Albatta to'laysan, xalqning pulini tepayotgan ekan. Endi şuna onun kendini tilini çok öğreniş gerek. Tilini öğreniş, mesela mening deydiganim biz özümüzün de bakaylı Uyghur devletimiz bo'lgan bo'lsa, özümüzün ayrım. Xalq bizning devletimizga kelsa, panohlik tilab, yoki bo'lmasa xizmat bilan, yoki bo'lmasa o'qish bilan, o'qishmagan sabablar bilan uzun turib qolsa ve şu turuş jarayonida bir 2 yil turuş jarayonida bizning tilimizni öğrenmese, bizning ko'zimizga sat ko'rinmadi. Albatta tilimiz ko'zimizga sat ko'rindi. Şuna onun kendini en degende Uyg'urlarda bir maqol bor. O'zingni har qilguncha kuchingni har qil deb. Til o'rganish bir kuch jarayoni. Kuchinglarni beringlar, o'zinglarni har qilmanglar. Yana birsiga avvalgi chet elda bizning har bir qilgan so'zimiz, har bir bosgan qadamimiz millatimizni belgilaydi. Millatimizga vakillik qilamiz. Şuna onun kendini sizin til bilmesliğiniz mi millatimizga bir dağ. Birinci olab til o'rganing, anda yana birsiga til o'rganmasangiz ertaga bolalar cho'ng bo'lib sizni bir tiyinlik ko'z kelmaydi. Onun keyin yana birsiga til o'rganmasangiz albatta bu jamiyatda turayotgan jamiyatingizda o'rningiz bo'lmaydi bir tiyinlik. Yanada tuvan holatga qilib qolaversiz. Anda yana birsiga o'zingizning hojatidan chiqishga til lozim. O'zingizning hojatidan chiqamagan keyin xalqning ko'ziga qaraysiz. Shuning bilan nima texmo ijtimoiy o'rningiz bo'lmaydi. Til bo'lmasa albatta bizniki hozir bo'layotgan diasporada bo'layotgan jadal majra nima? Uyg'urcha bir-birisi bilan so'qishish, Uyg'urcha datalash. Xuddi Uyg'urlar bir-birimizning biz dardimizni bilmaydigandek. Uyg'urlar dardimizni bilamiz. Kashkicha atdigandan kashkicha Uyg'urcha datalash qilib videolarda qilishning hech hojati yo'q. Şunların kendi til öğrenip derdimizni anlatan bir adam bo'lsin, anglasın, shundoq gap endi. Ana yana birsiga yoshlarga til öğrenish, tilni puxta öğrenishdan boshqa cho'qim yaxshi o'qing. Chunki yaxshi o'qish orqali, mushu davlatda yaxshi o'rin tepish orqali boshqalarga siq ko'rinamiz. Biz boshqalar chiroyli ko'rinamiz. Uyg'ur degan manda millatgan, bular bo'sh emas ekan degan narsani bildiramiz. Biz 10 yildan beri biz universitetlarda Uyg'ur festivali uyushtirib keldik. Şu festivalımızın bəgən obrazımız olaraq. Bu Uyghur yaşlılar nima degan hammasi fransuzchani yaxshi so'zlaydi ekan. Nima degan pokiz adablik nima yaxshi shunchalik yaxshi bu yerga singishgan, o'zlashgan, ham o'ziniki kimligidan g'ururlanadigan odamlar ekan degan obrazni berib keldik biz. Ana shunga obraz muhim. Bizniki keyin boshqalarning bizning ovozimizni ko'tarish uchun obrazimiz muhim. Ondan yana bir oxirgi bir nuqta yoshlarga bo'libmi deydigan. Hozir hamma odam nima deyman bu ijtimoiy to'r spullarda Facebook deymiz, Instagram deymiz, Twitter deymiz. Mushta narsalarda va hamda inson bo'lgandan keyin biz har kuni o'rganar ekanmiz, har kun bir narsa o'rganar ekanmiz. Fransuzlarning bir gapi bor. Bu akşam aqlliqroq uxlaydigan bo'ldim deydigan. Bir narsa o'rganib olsa. Şunların kendi biz her gün akıllıqroq bo'ladi ekanmiz. Çünkü her gün bir adamlardan bir narsalardan bir narsa o'rganamiz. Har xil shaklda. Şuna men mo shunda qamda yaqindan beri men bu yilning 5idan beri bir narsa o'rgandim. Instagramni o'rgandim. Hamda unda degani men madam shunda da'vatman desam hozir men meni qattiq Instagramdan kenim so'p ketdi. Yoshlarga deydiganim Instagramda bo'ling va Instagramda amal bor boshqalarni qachalang, boshqa odamlarniki sizga agishiga nima qiling, turtki bo'ling cho'qim. Men hamda bu yilning 5ida boshlagan Instagramni. Aslida Instagramni men maqtanchiqlarning o'z matbullarining yeri deb o'ylaydim. Amaliyotda undaq emas ekan, hamda o'zingizni qadar ishlatishiga bog'liq ekan, yana xuddi boshqa narsalarga o'xshashlar. Shu hozirgi meniki 14 ming 15 mingga yaqin bo'lib qoldi menga ishlaydigan odam bir necha oyning ichida. Meniki bilan ancha bak bo'lib ketmaydi. Fransiyadagi yaqindan buyon fransuzlarga bo'lgan o'zgarishlarning kamimizcha Fransiyada shunday Uyg'ur qizg'inligi qilib ketishidagi amaliyotda sizlarga bir nimasini naqbitin deb desam Instagramdagi bir necha bultur yil oxiridan beri berayotgan faoliyatimizniki hammasi yig'ib ketib kelgan chog'da
Instagram'daki faaliyetlerinin tesiri. Başka narsa emas. Hakikaten şunda. Elbette onun elbette fakat bulamaz-ku. Ama men hem de ömrüm boyu Uygur meselesi xuda meningcha hamma Uygur şundaq sizmi şu vaqtcan. Bizning aralashadiganlarimiz Uygur meselesini biladi. Bizning derdimizni biladi. Ularningki do'stlari biladi. Shunga bizningki nazarimizda atrofimizdagilar bilgandek, hamma odam bilgandek tuyg'uga keldik ekanmiz. Chunki gazetlarda, medialarda e'lon qilinayotgan bo'lgandan shunda deb o'ylaydi ekanmiz. Men shaxsan shunda deb o'ylaydim, toki Instagramga chiqqan qadar. Ammo shundan keyin bildimki, amaliyotda Fransiyani bilsak masalan, Fransiyada bir kitob o'qish qizg'inlik va insonlar shunchalik kitob o'qiydi. Shunda bir davlat turib, mutlaq ko'pchilik odamlar Uyg'ur masalasini bilmaydi ekan. Bilmaydi ekan. Men o'ylabdiman, gaz jurnallarda besilyapsa, beryapsa medialarda deb. U undaq degan bilan bundaqliqi gaz jurnallarning mutlaq ko'pchiligi bo'libmi Fransiyada masalan solchil gazitlarda ko'proq berildi. Andan bu gazitlarning gaz to'qish bir jamiyatniki bo'libmi bugungi kunda jamiyatniki yuqori qatlamida bir akademik seviya va yoki umuman bir yuqoriroq bir saviyasi bor odamlar o'qiydi ekan. Mutlaq ko'pchilik odamlar bo'libmi yoshlar gaz o'qimaydi. Mediadagi gazitlarni o'qimaydi. Mediadagi gazitlar deganimda to'r dunyosidagi demakchiman. Ularning ko'rdig'ini shu to'r supillari, ijtimoiy to'r supillaridan ko'rdi ekan xabarlarni va qisqa videolardan. Shunga mumkin bu Instagramda masalan bu meningki men chiqqani bir necha oy bo'ldi. Bu bir necha oydan beri menga ish bunda bo'lib ketmaydi albatta. Menga ishlarga ara hozir bir 14-15 mingga yaqin bo'lib qoldi. Ammo mening ta'limimga va bizning Uyg'urlarning ta'limiga bulturdan beri men Fransiyadan aytib dangliq bir yosh siyosatchi bilan birga ishlayapman. Uyg'ur masalasini shu ko'tarib mengayotidim men bilan. Shu uningki Instagramda masalan 240 ming odam bor. Shu uning bilan biz bultur meningkini qurgan chaqda o'xshash vaqtda meningki bilan Uyg'ur instituti, Yevropa Uyg'ur institutininkini va o'rtaq holda biz bir Uyg'ur News deb bir nima hisob ochdik. Uningda hozir 70 ming odam bor Uyg'ur Newsnikida egishadigan va bularga egishadigan odamlarning ichida influencer, ya'ni ta'sir qilguvchilar bor. Ta'sir qilguvchi, donliq ta'sir qilguvchilar bor. Ularningki bir necha 100 ming, hatto million egishuvchilari bor. Shunga shular taqib bizdan elib, shular taqib hozir mushu holga keldi hozir. Bu Fransiyada ko'rganlar metroninki metroga taqilgan Uyg'ur deb taqilgan. Undan keyinidan bu yoshlar yaqindan beri yosh qizlarninki butun Fransiyaning ko'chalarini purkitib bordi hozir chaplab, qog'ozlarni chaplab Uyg'urlar uchun. Andan 15-16 yoshlik o'smir bolalar muhit asrash harakatini qo'zg'agan o'smir bolalar ular hozir mushtabda magazin-magazinlarga kirib, sizning keligingizda butun Fransiyada hozir ular qo'zg'ab kichik bolalarni magazin-magazinlarga ular kirib, markalarning ustiga nima chaplayotdi, ko'rsatkich chaplayotdi. O ko'rsatkichni men bir necha xil tilda, ular bir necha xil tilda nima qilib tayaqib berdi, men uni tarqatdim. İngilizce, Fransızca emas, İngilizce, hatta Arapça, Türkçe degandek har xil tillarda. Shuni uni chaplab magazinlarga, kiyimlar chaplab, "Xahlamanda kiyimni olay deysizlar, nimaninki bahoning o'rniga xat ko'rindi. Buni setib olsangiz Uyg'ur qirg'inchiligiga g'asib qo'shgan bo'lasizlar." Shu ashundaq shaklda hozir bütün Fransiyada bir umumiy bir qizg'inlik ko'tarildi va bu qizg'inlikni asosiyatan yoshlar qilyapti. Mayli qizlarning chaplash harakati bo'lsin, feminist qizlarningki va yoki bo'lmasa feminist qizlar dedim, amaliyotda u feminist harakatining ichida o'g'illar bor. Undan keyindan bu nima o'xshash, kichik bolalarningki, yosh bolalarningki nima marka harakati bo'lsin, shunga o'xshash umumiy bir qizg'inlik nimadan boshlandi degan chog'da shu Instagramdan bo'lgan ishlar buning hammasi. Shunga biz Instagramda Xudoning kuniga bir yangi mazmun chiqarib Uyg'urlar haqida odamlar undan keyindan kunda bizga hozir meningkiga hamda 20-30 daqiqa xat keladi kunda. Shundoq qachon nima ish qilamiz, qanday qilib beramiz, Uyg'urlar uchun nima qilamiz, qanday qilamiz degandek qachon namoyish qilamiz, qachon namoyish o'rnashtirishlar degandek mendaq gaplar va yoki bo'lmasa bizmi qaytalaylik chaplash harakatiga degandek. Undan keyin hozir menga o'zlarining qilganligini ko'rsatish uchun men shaxsiy avatib berdiganlar bor, o'zining qilganini ayrim qilib. Shuning bilan ashunda bu bir qizg'inlik, ya'ni mening demoqchi bo'lganim gap uzrab ketdi, kechirsizlar.
Instagram'ninki küçün demekçimen hamdi. Şuna Instagram ve Twitter'ga köp küçanlar mening esqig'inim hamdi üçüdün. Ama Snapchat'ni bilmeymen hamdi. Ama mening esqig'inim manda qarab beqib. Twitter bilan Instagram bütün dunyoga nayt keng turda qisqa suratda keng turda tarqaygan. Facebook hamda bizniki azroq bir do'st birodar oilamizga o'xshash, o'zimizga davomli ko'nab qolgan odamlar. Meyli meniki nurg'un fransuz var lekin shunda bo'lsa ko'nab qolgan odamlar bular. Lekin yangi odamlarni asosiyatdan nimaligini avaylab qo'shaman. Ammo Instagramda siz qo'shmang, sizninkini ep ketaverdi ekan. Twitterga o'xshash. Shunga undan men hammani bo'libmi yoshlarni hamda yoshlar emas boshqalar mishlasa bo'ldi. Lekin Fransiyada men 50 yoshdan tuvan odamlarningki mutlaq ko'pchiligi Instagram ekan. Shu sababdan shunday tez ve nayt ünümlük şekilde şunçuvala keng adamga yiyilip ketkenlikininki sebebi mavvundi. Onun kendi bulundum başkanın kendi Fransiyada masualını emas men kendin ailaka Huawei erkite degandek işler boldu. Bunun Instagram'ın rolü markalarga karşı 83 markalarga karşı kılıyatkan jang bularning hammasini dastlab biz şu Instagram'da başlayıp andan başqa yerlerge taqtib etdik degandek. Rahmat nayt yaxshi so'zlab berdingiz. Yaqindan buyon shu Fransiyada Huawei qarshi bir harakatlar bo'ldi. Bu to'g'ri ozroq bir qisqa so'zlab bergan bo'lsangiz. Nima Huawei'ninki bu Parij rayonidagi Valdoazda bir viloyat Huawei bilan keng ko'lamli bir nima hamkorlik o'rnatibdi. Buni bilgandan keyin undan keyin derhal şuna bilen biz bunun karşı kampanyaya başladık. Ben Twitter'da başladım çünkü beni blokladı Twitter'da. Hem de başladı Bismillah demey. Aşı nimenik Valdoaz'ın vilayeti. Onun kendinden şuna bilen bu yaşlar aylıkı çaplaş hareketindeki feminist kızlar ve ama bu ösmür ballarınki marka çaplaydıgan ösmür ballar bilen görüşüp ular bilen umumiy şekilde biz bir Huawei karşı hareket qo'zg'adik. Onun keyin kampanya qo'zg'ab şunun bilan men kendim bütün Instagram'da başladık onu ya. Onun keyin ala hareketde onun keyin Huawei'nin aldı namoyish qilish deganlarni fransuz ballar qildi. Şunun bilan onun keyin bu hareket bekli yo'g'inab ketdi. Bek cho'ngib ketib, onun ustiga men ayollar feministlar Uyg'ur ayollari ega chiqish kerak degan maqolamdan keyin menga fransuz parlament a'zolari menga bir ochiq xat e'lon qildi men qarta. Dilnur Ayonga javob deb. Gezdi. Şunun bilan uni yozganlarning ichida ve imzo qo'ygan parlament a'zolarining ichida mushu Valdoaz viloyatininki a'zolari ekan, parlament a'zolari. Shunga men ularni Twitterda ochiq oshkor oldi nima qildim. Buni qanday tushuntirsam men umutsizlikni deb. Qilgandan keyin shuni ularning kendim ular andin Valdoaz viloyatining valisiga xat yozdi. Buni bekor qiling deb. Bekor qilib o'tishimiz kerak deb. Şunun bilan uningdan keyin bo'lsa bu harakat texmi yo'g'inab çünkü biz qo'yib bermadik. Hamma yerda davomli taqib. Bu harakat yo'g'inab şunun bilan keyin Valdoaz viloyatidagi barliq solchil siyosiy partiyalar birlashib ochiq xat e'lon qilib viloyat valisidan Huawei bilan bo'lgan nimani bekor qilib o'tishni talab qildi. Şunun bilan tunugun oxiri qo'shqara ular Valdoaz viloyati Huawei'ni to'xtatganligini, Huawei bilan bo'lgan munosabatni to'xtatganligini, ammo endi bununki davamlıq to'xtatish uchun Fransiya hukumatininki hamda buningga bir nima berishini bir ochiq Fransiya hukumatininki Huawei'ni Fransiyadan chiqarib o'tamiz yoki chiqarmaymiz deb bir ochiq bir gap qilishini saqlaydiganligini dedi. Shuning bilan endi biz hozir harakatni butun Fransiyadagi odamlarni qo'zg'ab, hukumatga besim qilib, hukumatni shunday degizishga hamda harakat yana davom qilyapti. Birinchi nima bo'ldi qo'limizda birinchi bosqichni qo'lga keltirdik, lekin bu texi tugagani yo'q. Ammo bu bir yani haqiqatan odamni xushal qilarlik bir cho'ng nima g'alaba, chunki bir cho'ng viloyatniki Fransiyadagi Huawei bilan bo'lgan aloqasini uzishga majbur qilganimiz va hukumatni fransuz hukumatini oxiri bir gap qilishga qistig'animiz bu bir biz uchun Uyg'ur harakati uchun intayin muhim bir ish. Yoshlarımızga deydigan yurak so'zlaringiz, axir bir yurak so'zlaringiz bo'lsa, yoshlarımızga bo'lamdi. Bütün Uyg'ur jamoati bo'lamdi deydigan gaplaringiz bo'lsa, degan bo'lsangiz. Shu meniki boya men deydiganim endi gapning unumli bo'layli, quruq gapni oz qilayli. Opamning gapi bor,
quruq gapdan kaçat yaxshi deb. Quruq gapni az qilaylik, bularni Uyg'urcha quruq gap degandan kechgacha quruq gap aytishni to'xtatib, amaliy bir harakat qilaylik. Bu Abdurahim G'anidek masalanga, yana nurg'unlar var, men Abdurahim G'ani darhol esim keldi, yaqin qishlardan. Ammo nurg'unlarimiz bor, amaliy harakat qilayotgan shulardek quruq gap qilishni to'xtaylik, shu gapni anglaydigan. Ko'p rahmat Dilnur Rayhon xonim. Sizning bundan keyingi barliq ishlaringiz o'ngishli tilayman. Yo'lingiz ochiq bo'lsin. Shunday bir jiddiy vaqt chiqarib bu programma kelib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sizga shunday meni so'z taklif qilganingiz uchun.